Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 5-mart. Mana qurutnilarimizga birinchi suvni bugun berdi u mana. Hop. Qilayotgan ishlarimizni mana parning yuzani oldini mana shunaqa ochib qo'yamiz. Mana soat 5 bo'ldi. Endi yopamiz hozir. Nari orqa tomoni mana bu yerdan ko'rinsa mana. O orqada qo'rchkasini o'zini ochib qo'yganmiz. Orqa tomonda shunaqa ochib, ichini jay ham isitib olish kerak emas. Ko'p dimlab qo'ysanglar, qorashida tushib ketadi. Keyin pomidor ekishga ham tayyorgarlik qilamiz. Mana bunaqa mash qatorga pomidor ekamiz. 5-10 kunlardan keyin, 10 kun, 15 kunlardan keyin kun isishiga qarab ekiladi. Mana bu yoqqa qatorga mana 1 soat suv ochib qo'ydi. Bugun 1 soat bu dugaga, 1 soat bu dugaga, 3 dugaga 1 soatdan suv ochib sug'arib oldi. Ertaga xudo xolasa dorilarni olib kelib qo'yganmiz. Yangicha ildiz dori chiqibdi. O'sha ildiz doridan ertaga mana shu joyimizga 1,5 tonna berib yuboramiz ildiz dori kapilnidan. Bularning hammasini videolarda ko'rsatib qo'yib boramiz. Mana bu qatorlarni hozir chopib chiqamiz. Mana bu yoq qatorlarni chopib, maydalab, biyagomiz solib chiqamiz. Bitta nima desam ekan, dugozan orasi 265, o'sha yerga naryoqda turibdi. Hop. Pivachelikda, pivachelik dedim men. Emulsiya chelikda bir chelik har bitta dugani orasiga solib chiqamiz. Xudo xolasa botliga pomidor ekib olamiz 15 kun. Mana bu chelikda. Mana shu bitta cheligi 260 masofaga solinyapti. Mana shunaqa qilib bu yoqqa solganmiz hozir. Hozir bu yoqqa mana ariqcha ochib qo'yganmiz. Juda chuqur ariq emas. Shu ariqga sovoramiz. Xudo xolasa ertaga kapilnidan ildiz dori berib yuboramiz. Keyin indinga o'sha hasharotlarga qarshi dorilarni sepib yuboramiz. O'sha mana qulupniylarimiz gullagan. Shu gullagan paytda обязательно hasharotlarga qarshi dori sepib yuborish kerak. Bular hammasini kuzatib borsanglar videolarda ko'rsatib qo'yib boramiz. Mana hozir biyagomiz suzani mana shunaqa qilib solib chiqamiz. Bitta trubani, bitta dugani orasiga, mana shu bitta dugani orasi bo'ldi. Hop. Endi buni yoyib qo'yamiz qo'limizda. Hamma yoqqa bir xilda. Keyin bu yerda chopib chiqamiz. Yaxshilab bir marta chopib chiqamizki, chop qaytamiz, 2 marta chopib chiqamiz. Turpoq bilan yaxshi aralashtirib olamiz. Keyin chop bo'lgandan keyin mana yoniga to'kilib qo'ygan turpoqlarni ustiga yopib qo'yamiz. Mana bu yog'imiz shunaqa qilingan. Bu yoqqa ham solganmiz. Hop, bu yoq tayyor o'zi. Tayyorlab qo'yganmiz. Endi bu yoqlarni ertaga mana chop qo'yganmiz. Kesagini maydalab, ariq ochib, bu yoqlarga ham biyagomiz solib chiqamiz. Mana shunaqa qilib solib olamiz biyagomiz suzani. Keyin baravar qilib hamma yog'iga go'nguzani teng taqsimlab olamiz. Mana shunaqa solib olamiz. Hozir endi buni chopib chiqamiz. Mana shu ketmonda sekin chopib tushamiz. Mana shunaqa qilib go'ngga aralashib ketadi. Mana shunaqa qilib chopib tushib, chopib qaytamiz. Xo'p, keyingi videolarda buni qolgan ishlarni ham hammasini kuzatib borsanglar, qo'yib ko'rsatib boramiz. Xo'p, endi ertaga o'sha dorilarni berishni ham imkoniyat bo'lsa, o'sha dorilarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz.
Bugun 6-mart. Mana qulupnaylarimizdan kecha sug'orib oldi. Hop, bugun mana bu ildiz doridan berib yuboramiz. Deep root degan doridan. Hop, buni 1 tonnasiga qosh bittasini solamiz. Keyin parniguzani yarmiga ochib yuboramiz. Bunisini keyingisiga 2 tonna suv berib yuboramiz. Hop, keyin qiladigan ishlarimiz ertaga mana bu dorini mana lazer buni yarmini bo'lib olganmiz. Mana keyingi sepshuzaga 100 litrga edi, 50 litrga ajratib oldik. Hozir mana bu 3 ta dori keyingisiga, 3 ta dori keyingisiga. Lazer, Ertmix, Karate degan dori mana buni bo'shatib bu ish yuziga solib bularni hozir bugun aralashtirib qo'yamiz bir-biriga. Bir kun 2 kun achitib qo'ysa yaxshi. Ertaga xudo xolasa bularni sepib boramiz mana. Taninglarimizni polni orqa oldini ochib qo'ydim mana. O'sha bugundan kun isish boshladi. Etek tomon, orqa tomonni ham o'sha ochib qo'ydi. Hop. Kecha nami sal bergan suv o'zi yoyilib tarqaldi. Hozir bunga endi ildiz dori berib yuborsiz, yana ham sal ko'proq zaxlaydi. Hozir suvni ochib kapnidan ochib yuboramiz shu ildiz dorini. Bu yoqlarimizni mana hozir chopib buni ustini mana chopib chiqqanman. Endi buni hozir tekislab mana turponni ustiga solib tekislab qo'yaman. Keyin bu yoq qatori qo'yamiz. Bularning hammasi keyingi videolarda ko'rsatib qo'yib boramiz. Keyin bu yoq tomonlarni ham mana qilamiz. Orasiga ikkita ko'chatlarimiz bor, shu ko'chatlarni ekib boramiz. Mana qatorimizga bitta pomidor, bitta ko'chat qilib ekib qo'yamiz. Bugun 8-mart. Mana qulupnaylarimizni bir etuvdim, ko'ramiz mana gulini olib tashlaymizmi yo'qmi deb. Biz olib tashlaymiz mana. Orqasi qizarib qolgan. Bular baribir yaxshi bo'lmaydi mana. Mana shunaqa qilib shodalarni olib tashlaymiz. Mana yangi shoda bilan yangi gullayotganini qoldiramiz mana. Mana bunaqalarning hammasini olib tashlaymiz mana. Bu yo'llarni уже olib tashadi. Bu qatorni olib tashadi. Mana orqada endi mana bu yoq tomon qoldi. Bularni ham qo'rqmasdan olib tashlash kerak. Baribir bular tugmaydi. Undan ko'rasi mana yangi gul shodalarga sharoit qilib berish kerak. Bular bunga qaraganda bular tez tugib ketadi. Yana ketidan yangi gul shodalarga kuch beradi. Qo'rqmasdan mana nimalarni olib tashlaverish kerak. Bular vaqtni cho'zadi. Oldingi 2-3 yildan beri shuni nima qilamiz? Qo'llaymiz, yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa olib tashlash kerak. O'sha bu yerda o'zida mana bitta gulshoda, ikkita gulshoda, mana uchinchisi chiqyapti. Yetadi. Agar shuni olib tashlamasangiz, ma'mila ham shunaqa qorayib qoladi. O'shaning uchun olib tashlash kerak. Mana shularni olib tashlaymiz mana. Mana hozir bitta shoda mana buni qoldiramiz. Mana chiqib kelayotgan gulshoda. Shularni iloji boricha olib tashlasa yaxshi. Mana shunaqa tozalab chiqamiz. Mana ishonmasanglar, hop. Mana bitta chelakni ko'rsatdim. Mana bitta chelak. Mana bir chelak, mana hammasi qop. Mana to'ldi qop o'zi. Hozir yana ozgina bitta dugo'zi qoldi. Katta qopda bitta qop gulshodani olib tashlaymiz. Mana. Hammasi gulshodalar mana. Olib tashlayapti. Olib tashlagan yaxshi. Hop. Mana bu yoqda olib tashladi ko'rsatdim. Bu yoq polni tozalanib bo'ldi. Hop. Mana bu tomonimiz ham
hozir 5 ta arava toza bo'ldi, mana bu yoqda yana 3 tasi qoldi. Xudo xolasa bu yoqni tozalanadi, keyin eng chetda ham bor. Bugun polni shu ishlarni qilyapmiz. Keyin oziqalarni beramiz. Xo'p. Havo salqin bo'lgani hisobiga ustidan biz anu hasharotlarga qarshi dorilarni sepolmadim. Endi xudo xolasa ertaga ertalabdan sepamiz. Ertaga kun quyoshli kun bergan. O'shanga havo bulut bo'lgani uchun kecha bugun sepa olmadim. Endi xudo xolasa ertaga sepib boramiz. Kuzatib boringlar, qanaqa savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Keyingi videolarda o'sha savollarga javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz.